Assalamualaikum. Savoqdoshlar, unda olsa biz bugun darsning asari bu tafsir degan o'ringa keldik. Ilgirki darslarimizda asbab ixtilof al-mufassirin degan haqida so'zlagan edik. Ya'ni ilgirki darsdan qisqacha bir xulosalasa tafsirninki navbatda biz ko'rayotganimizdek xilma-xil bo'lishi mufassirlarninki bir oyatdan o'xshamagan shaklda ma'nolarni elishi agar bu agar shu mufassirlar xatolashib oyat ro'yidan chiqib kelib chiqqan bir ixtilof qarshilik zidlik bo'lmaganida Qur'onning asli xarakteri tabiiy ekanligi amaliyotda buningga ijobiy baqsaq buning bir ilmiy boylik ekanligi Qur'onning mazmunini beyish mushu orqali masalasini biz ilgari darsdan bir tushunib o'tganlar qildik. Endi undan boshqa yana bugungi darsning amaliyotda shu ilgari darsga biroz munosabatlik, ya'ni mufassirlarningki Qur'onni tafsir qilishdagi maqsadi va qo'llangan usuli farqlanadi biz. Mush tufaylidanmi tafsirlar orasida o'zaro bir-biridan farqli bir ahvol chiqadi. Shu farqli o'xshamasliklarningki asosiy sabablaridan birisi tafsir uslublari, ya'ni asalib tafsir uslubi. Bu bek muhim savoqdoshlar. Masalan, aramlarda balkim maktabda o'qiyotganlar bordir. Yoki maktab o'qimasimi kelgusida tafsirda taxassuslashib, kasbiylashib, chonqur izlangusi savoqdoshlar bordir. Biz kichik vaqtimizda yoki dastlabki o'qishga kirgan tafsirni yangi qo'limizga olgan vaqtimizda tafsirninki tarjima qilinish jihatdagi yoki biz tushunmaslik nuqtasidagi qiyinlik darajasiga qarab turib darajaga tizib o'qiymiz endi. Eng oson masalan yangi tafsir o'qigan o'quvchilar tafsir muyassar yoki tafsir Jalolayn biroz saviyasi biroz yuqorilar masalan Safat tafsir anakan yana biroz bir narsani tushungandek bo'lganlari tafsir Ibn Kasir degandek mana qiyinlik darajasiga qarab turib tizib o'qiymiz endi. Amaliyotda kitobxonlarga tizib qo'yilgan necha xil tafsirlarning hammasininki uslubi birisidan farqlanadi. Buni deganlik necha xil uslub deganlik emas. Ma'lum bir shakldagi uslub bor tafsirninki. Masalan, endi biz bir tafsir o'quvchisi yoki Qur'onni tushunimiz deb ketayotgan bir o'quvchi bo'lsak, biz qaysi nuqtada muomala qilmoqchi avval Qur'onga mush nuqta kallamiz iniq bo'lsa, ana shunga loyiq tafsir tanlab o'qishimiz kerak asli. Mush nuqtadan bizning bugungi darsimiz asosan tafsirlarning uslubi haqida to'xtalamiz. Bu mush sohada agar uzun mezgillik bir shug'ullansanlar, ya'ni tafsirlar shug'ullanganlarga nisbatan muhim halqlarning, muhim nuqta, muhim temalarning birisi. Aldı bilan darsga kirishdan ilgari savoqdoshlarimiz bir arabchasini o'qib baqsin. Men shu o'quvchilar tizimligida ko'rangan savoqdoshlarimizning shu ko'rangan tizimligi bo'yicha ismini chaqiraman. Men chamma bir hozir olsanglar ismini chaqirgan vaqtda mumkin bo'lsa hal ovoz qo'shib o'qisanglar degan umidda. Birinci tizimlikte savoqdoshimiz Amina ekan. Mikrofonunuzni ejvatdim. Siz baştan bir o'qib bakın. في علم التفسير ومنها الابتهاج، المنهج، الأسلوب أو الطريقة. الحقيقة أن تلكم الكلمات الثلاثة مصطلحات حديثة لا تكاد تجد لها ذاكرا عند أصحاب الدراسة القرآنية الأوائل، حتى أصحابها في العصر الحديث لا تكاد تجدهم يتفقهون على يتفقون واحد لكل منها
ولهذا ترى كثيرا منهم يعبر بهذا الكلمة مرة بالأخرى عن مدلول واحد، وترى آخرين منهم يذكرون تعريفا لكل مصطلح منها ويذكر غيرهم. والذي أراه أن الاتجاه هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون في تفاسيرهم فيجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما يكتبون. أما المنهج فهو السبيل التي تؤدي إلى هذا الهدف المرسوم. وأما الطريق فهي الأسلوب الذي يتركه المفسر عند سلوكه للمنهج المؤدي إلى الهدف أو الاتجاه. وأضربوا للتوضيح مثلا جماعة يريدون السفر إلى مدينة واحدة فانطلقوا والسير. Rahmet, Allah razı olsun. Rahmet. Saftaşımızdan bəzən mikrofon çıxmadı. Allah oxuqanlarına, oxumaqanlarına misli razı olsun. Dərs nədə olmuşdur? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əsəli bu tefsir uslubları. Mən bu ayetin bu haqda azraq qısqaça bir sizlərə dəstəkli düşüncə verdim. Yəni tefsir qılğucu avval oylanğan bir narsa var tefsirdə. Mən muşu tefsirini qilib nimaga erishima deydigan bir savol qo'ydi har qanday bir mufassir. Mayli tefsir qiluvchi olsun yoki tefsir o'quvchi olsun, avval o'ziga qo'ydigan bir savol bor. Muşu tefsirdan men nimaga erishima? Ya'ni nega qaysi nishon borma deydi. Nishonga boradigan nishonini belgilab bo'lgandan keyin, masalan, men bu tefsirdan Qur'onninki siyosiy tarafini chiqarmoqchi yoki men bu tefsirdan Qur'onning fiqhiy ahkomlarini chiqarmoqchi yoki men bu tefsirdan Qur'ondagi qissalarni o'rtaga chiqarmoqchi va shunga o'xshagan Qur'on temalaridan bir narsani maqsad qilib turib tefsirini boshlaydi. Bu birinchi narsa mufassir ma'nodagan savoddoshlar. Ondan keyin mushu nishonni belgilab bo'lgandan keyin shu nishonga menish yo'lida ma'nodagan bir qo'llanadigan bir nimasi bor, manhaji bor. Ya'ni qaysi masalan Qur'onni Karimni tafsir qilishninki bir necha yo'llar bor ya. Oldin qatim Qur'on bilan tafsir qilish, Qur'onni hadis bilan tafsir qilish, Qur'onni sahobaning so'zi bilan tafsir qilish, Qur'onni arab bilan tafsir qilish degandek bu xil bir shaklda manhaj bo'ladi. Ondan keyin şu Qur'on bilan tafsir qilsak qanday shaklda tafsir qiladi? Masalan, her oyatni bidin tafsir qilib ma'noda tafsir jalalaymga o'xshash yoki Zilalul Qur'onga o'xshash bir necha oyatni akilib o'tib, ondan keyiniga o'rtaq tushuncha bilan tafsir qiladi. Manda bir taraflar bor tafsirnomchi. Mushu nuqtalaridan gerçi bu atalg'u masalasida har xil atalg'u bo'ldi, atalg'u masala yo'q. Ya'ni mushu 3 masala bor. Tefsirchining oldida. Bu bugungi o'qimoqchi bo'lgan uslubi asali bu tefsir deganimiz dal mush 3 nuqtada turib tefsirning shakllarini ko'rib o'tamiz. Oldi bilan bir gapni qistirib qo'yay savoddoshlar. Balkim biz bugun darsda so'zlagan tefsir uslubiga munosabatlik ba'zi atalg'ular sizlar boshqa kitoblardan, boshqa materiallardan tam tersini, boshqa buning ta'tirisini uçurib qolishingiz mumkin. Biz bugun manhaj deb atagan narsani sizlar yana bir kitobda uslub deb ko'rib qolishingiz mumkin. Biz bugun uslub deb ataganni yana bir kitobda manhaj deb ko'rib qolishingiz mumkin. Bu alaqi cho'ng masala emas. Chunki dedim ya bayat atalg'uni har xil qo'ydi, ammo masala mushu xil tafsir uslublarining baliqini, ve mufassir, her qanday bir mufassir o'z tafsirida mutlaqo shu uslublarning birini qo'llanganligini va shu tafsirni ko'makchi bo'lgan bizdek o'quvchilar shu nuqtani tushunib olmaganimizda ba'zi mufassirning nima demoqchi bo'lganini, qanday ifodalamoqchi bo'lganini tam anglayolmaydiganligimizni bilishimiz kerak. Bu nuqtadan bugungi darsimizninki muhimligi biroz yuqori muhimlik darajasi.
Qani tarjima ma'na savoqdaşlar. يتداول كثير من الباحثين في أصول التفسير ومناهجه بعض المصطلحات الحديثة في علم التفسير. أصول التفسير وأصول التفسير ننكي prensipler hakkında izlengüçülerinin köpüncüsü, bahisin izlengüçülerinin köpüncüsü tefsir ilmi hakkında bir kısım, bir kısım yeni atalgılarını qana qılıdı, qollanudu. Yetadaval deyen gap qollanudu deyen gap. Qaytib kelamiz arkadaşlar. Tefsir usulü ve tefsir menhecleri hakkında izleniyotganlarninki köpüncüsü ilmu tefsirde bir kısım yeni atalgılarını qollanudu. Bu atalgılardan birincisi el-ittica, ikincisi el-menhec, üçüncüsü el-uslub ve tariqa. El-ittica deganimiz yöneliş degan gap, yani ibodatning manzillari degan nima? Nişan. Nişan. Andakin ikincisi el-menhec. Muşu nişanga beriş yolunda qo'llaniladigan prinsip, qoida. Üçüncüsü muşu nişanga şu prinsipni qo'llanish uslubi. Buni uslub desa bo'ladi, tariqa desa bo'ladi. Amaliyotda muşu manhaj, uslub, tariqa ba'zi vaqtda aralashtirilib ishlatilib soldi. Eng muhim bu yerdagi atalg'an emas, balki musammo masalasi. Abdurrahman bu nuqtani sizlarga eskartib turdi. Vel haqiqa amaliyotda bu üç söz avozim bek pes emasdi savoqdoshlar. Bir savoqdasiz inkos qildi. Ha, tamam. Bu üç söz yeni atalgı bulup bu üç sözünü ilgirki Kur'an tədqiqat qıladigan kişilerinin qışıda hiç tilg'i ağallarını uçurtanmaysız. La tekadu tecid degini asasen tapamaysiz. Yani demek çoğunu şu ki qadimqi Kur'an tədqiqatlarıyla şoğunluğallar bu geplerini tilg'i yümeydi. Hatta ki bu Kur'an tədqiqat qıldıqallar yeni devirdimi ulanın şuladın her birinin mənisiga ittifaq kelganligini asasen tapamaysiz. Yani ben bayat gapning darisini 5 yillar. Balkim tushunmay qolgan bo'lishi mumkin shu vaqtda. Qamlashmasizlar qistirib qo'ygan bir gapni. Yani bu atalg'u bir atalg'u. Mesela manhaj, uslub, tariqa, ittijah so'zda emas, balki bizning hozir ifodalamoqchi bo'lgan bir nuqtamiz bor. Hattoki burunqi Qur'on tadqiq qiladigan ulamolar bu so'zlarning o'zini ishlatmay mazmunini asos qilib turib boshqa bir shaklda ifodalagan bo'lishi. Hatto bugungi yangi zamondagi Qur'on tadqiqotchilari hatto manhaj deganni uslubni bilan ishlatadigan ahvol bor. Shu bu so'zni ilashtirmasin agar kitoblarda ashta xilma-xil shaklda uchrab qolsa, eng muhimi bu yerda ifodalamoqchi bo'lgan bir musammo bor, bir madlul bor, bir uqum bor. Shu uqum kallanlig'i singib olsa, o qaysi shaklda, qaysi atalg'ulan kelsin bo'laveradi. Shunga ularning ko'pinchisininki bir qatam ma gap bilan ifodalasa, yana bir gap bilan ifodalayotganligini ko'rasiz. O'xshash bir mazmun haqida deydi. An madlulun wahid degani bir mazmun haqida bir qatam manhaj desa, bir qatam uslub deydi, bir qatam tariqa deydi. Ve yani ulardan başkalarınki şu sözlerden her atalgıga bir ta'rifat tilg'i olgan bo'lsa ve ularning başkasınınki ondan başka ta'rifatni tilg'i olganligini ko'rasiz. Şu oldi bilan Abdurrahman shuni deb qo'ydi. Men sizlarga bu kitobni o'rgatkichi so'zlovchi bo'lish sifatim bilan oldi bilan sizlarga shuni tilg'i qo'ydim. Mesela atalg'i masalasi emas, balki musammo masalasi, balki madlul masalasi en muhim nokta müşel ifadelenmek olan tefsirdeki bir uqumlarni sizlarga bildirish. Andas avtor özününki kallısı en doğru deb qaragan bir şekilde bizge muşu ulumul Kur'an yoki usul tefsir mufassirlarininki uslub tutayotgan yol, prinsip, nişan g'oyalarini töndegidek bir xil ifodalab o'tadi qaranglar. Abdul misol biroz qiynab o'tadi bu haqda.
Mana tushuntiryapti avtor. Birincisi al-ittijah degan nima desa, mufassirlar o'zlarining tafsirida shuningga qarab mangadigan va uni ularning ko'zining belgilari qiladigan bular yezayotgan vaqtda shu yozgan tafsirini yezib ketayotgan vaqtida biriga qarab mangadi ya inson shu qarab mangadigan belgi qiladigan bir nishon ittijah bo'ladi. Texmi buni zag'irlashtirib sizlarga tushuntirib qo'ysam, bir odam qo'lg'ushunda tafsiridan birini asos olib tashlar. Bu tafsirdan mutlaqo iroda qiladigan binasi bo'ladi. Masalan, fiqh, ahkam, tafsirul ahkam. Ahkam bo'lgandimi tehi qaysi fiqh desa, ya sunniy fiqhsi, ya shiiy fiqhsi masalan, yoki hanafiy fiqhsi, yoki shofiy fiqhsi masalan, cho'qim mufassirning bir maqsadi bo'ladi. Yoki yana bir mufassir shunday qo'lga tafsirini olgan vaqtida men Qur'onning ijtimoiy tarafini chiqarmoqchi. Sayyid Qutbga o'xshash bu bir nishon bo'ladi. Tafsir Manarga o'xshash bu bir nishon bo'ladi. Tafsir Sha'roviga o'xshash musulmonlarning ijtimoiy hayotidagi Qur'onning ta'sirini o'rtaga chiqman deydi. Bu bir ittijah. Yoki Qur'ondagi balog'atni nahviy sarfni asos qilaman deydi. Tafsir Kashshofga o'xshash. Demak, mufassir tafsirni shunday qo'lga olib, qalamni qo'lga olib yozg'ili boshlagan vaqtida bir ko'zlagan bir yer bo'ladi. Bir narsa bo'ladi mufassirniki. Bir narsa bor ko'zda. Men tafsir qilaman degan odamningki ko'z oldida shu narsa nima bo'ladi? Ittijah bo'ladi. Mencha buni biroz qanday qildinglar tushundinglar deb o'ylayman savoldoshlar. Undan keyin manhaj degan ekansak, manhaj degan nima desa, manhaj deganimiz mushu planlangan marsun degan gap, sizilgan degan gap. Mush planlangan, sizilgan nishonga eb boradigan yo'l nima bo'ladi? Manhaj bo'ladi. Buning misolini ko'ramiz inshaalloh. Ammo eng oxiridagi tariqa uslub degan nima desa, mufassir shu nishonga yoki hedefga eb boradigan manhajda mangan vaqtida uni qo'llanib mangadigan uslub nima deymiz? Tariqa deymiz. Masalan, texnik buni izohlash uchun avtor bir misol keltiraman deyapti. Adribum lit-tawdih masalan. Masalan, men izohlash uchun bir misol keltiray. Bir kishilar, jamoat, bir kishilar bir shaharga safar qilishni maqsad qiladi. Masalan, Urumchiga bormoqchi. Bular yo'lga chiqdi, Fanqalaqo. Bularning nishon yuzlanayotgan nishoni osh shahar. Masalan, 15 odam, yoki 10 odam, 3 odam, 4 odam Urumchiga qarab mangdi. Urumchi bularning o'rtaq nishoni. Lekin bular o'xshamagan yo'lda mangdi. Bularning ichidan birinchi quruqliq yo'lidan manganlar bor. Masalan, Urumchiga eng yiroqya Xotan desa, Xotanning Tarim yo'li bor. Buningda manganlar bor. Yana ularning ichidan ikkinchi quruqliq yo'lda mangaya, masalan, Xotandan Tarim bilan emas, alar orqali manganlar bor. Va yana bularning ichidan Ariflan bilan Javvan degani, Ariflan bilan mangdiganlari bor. Bularning ichidan dengizlar ma'lesef dengiz yo'q bizning yurtda. Va undan boshqa demak bir nishonga o'xshamagan yo'llar bilan qarab yuzlanib mangan bo'lsa, mana bularning ham shahar nishoni bo'lsa, mangan yo'li va hadihi kulliha. Mush yo'llarning hammasi bir nishonga qarab mangan manhaj hisoblanadi. Ma'o buning izohati savollar. Undan keyin tariqa degan nima desa, tariqa uslub, ash yo'lda menish uslubi. Bu tariqa shuna vaqt oshkor bo'ladi. Ya'ni nima desa, Mavlaning biri nishonga bevosita yuzlandi. Masalan, dedik-ya, alarcha manganlar 3 odam alarcha mangdi deyli. 3 odam Tarimcha mangdi. 3 odam Ariflandan mangdi. Endi mushu bir yo'lda manganlar deyli. Mushu alar bilan manganlarmi o'xshashmagandi. Birisi men Urumchiga tezroq chiqsam bo'ldi, mening ishim bor deb, shu boshqa ishlarga qaramay, shu o'ttil Urumchiga qarab mangdi. Bu bir tariqa. Ammo yana birlari va axarun o'zining safarini sayohat qilib oldi. Bular har qanday aram oladigan yerdan o'tsila aram oldi.
bir shahar, bir kanatdan o'tsila bu yerda aylanib cho'galdi. Bir bog'cha yoki bir bog'dan o'tsila ularning kunisini shu yerda o'tkazdi. Kunisining bulutini shu yerda kamlatilgan shu yerda o'tkazdi. Birer jilg'a yoki tog'dan o'tsila shu yerga qarab ko'zlarini to'ldirdi, ko'z yetlatdi deymiz ya biz. Demak, o'xshamaydi. O'xshash bir alar yo'lda mang'ilib, bir urumchiga qarab mang'ilib, birisi uddul ashaga qarab, men tezroq mangsam bu deb mangdi. Yana birisi aldirmay, mashinasini to'xtatib, to'g'ayada kavabsab yeb, masalan, uxlab qolib, manda mangdi. Demak, bular hammasi, bular shu maqsadlik nishonga ep boradigan yo'lda ketyotidi. Onun yiroqlab ketmaylik, lekin uslub o'xshamayapti. Menish uslub o'xshamayapti savoldoshlar. Mencha tushundingmi? Yana tushunmagan bo'lsanglar, biroz cho'nqurlayli. Fa inshita, agar xohlasangiz buni tafsirga tatbiq qilin. Bu yo'lning gapini qilib ketdik-ya hozir. Tafsir bilan nima aloqasi bor buningki? Biz hozir tafsir haqida ketyapmiz ya deyilsa, buni tafsirga bir tatbiqlab baxsak savoldoshlar. Buning bayoni bunday bo'ladi. Hedef yoki ittijoh degan so'z masalan aqida masalalar bo'ladi. Aqidani muqarrarlashtirish bo'ladi. Aqidaning belgilarini bayon qilish bo'ladi. Uni mudofaa qilish. Shunga munosabatli masala. Masalan, misol qilyapmiz savoldoshlar. Bir mufassir tafsir yozishdan maqsadi men islom aqidasini tafsirdan chiqarma dedi. Buning nishoni bo'ldi, aqida bo'ldi. Buni ma nishon, ma aqida nishoni nurg'un tafsirlarda oshkor bo'ladi. Demak, bu tafsirlarning nishoni aqadiy yo'linish bo'ladi. Yani tafsir qiluvchi aqidani asos qilib turib qilgan tafsir bo'ladi. Buni bayqash kerak. Endi tamommi? Bir tafsir aqida tafsiri oldu. 10 tafsir oldimizga kelsak aqida tafsiri oldu. 10 tafsir mufassirlarni aqida tarafga qarab maqabdi-ku. Endi mushu mufassirlarningki har biri aqidani isbotlashda, muqarrarlashtirishda xos bir yo'l tutmoqda. Ularning biri salaf aqidasining prinsipi bo'yicha mangdi, ahli-sunna va jamoatda. Buning manhaji ahli-sunna va jamoatning manhaji bo'ladi. Yana birisi Shia aqidasining prinsiplarida mangdi. Buning manhaji Shia manhaji bo'ladi. Yana birisi Mu'tazilaning usul prinsiplari bo'yicha mangdi. Buning manhaji Mu'tazilaning prinsipi bo'ladi. Yana birisi to'rtinchisi Sufularning qoida prinsiplari bo'yicha mang'an bo'ldi. Buning manhaji Sufuning manhaji. Mushning o'xshasa o'xshashlar. Bu misol. Agar mushni fiqhga sapasa 10 tafsirini ko'rdik. Hammasi fiqh haqida. Ma tafsirining nishonidan bo'ldi fiqh. Ammo 10 mufassir birisi Hanafi fiqhini, birisi Shafi'i fiqhini, birisi Maliki, birisi Hanbali fiqhini. Demak, bularning ma'noda yo'li o'xshamadi. Endi bir yo'lda ma'noda Allah muhatta, manhaj oldi-ya, uslub o'xshamaydi. Uslub qanday bo'ladi desa, 3-nuqtaningki tatbiqoti mana shaklda bo'ladi. Va yana qat bil muzorani oldiga kelib qolsa, ehtimol degan ma'no bo'ldi-ya. Mushullarningki tafsirdagi yo'li uslubi o'xshamasligi mumkin. Balki dahi bir manhaj egilarining yo'limi farqlanadi. Masalan, mana tafsir qildi Alloh. Ularning biri avval oyatning nasni akilib, undan keyin mufradatni, so'zliklarni bayon qilib, undan keyin oyatning qisqacha ma'nosini bayon qilib, undan keyin ahkomlarini chiqarib, munda kelib va oyatlarni bir-birlab agishmangdi. Qur'onning tartibi bo'yicha munda bo'ladi. Masalan, buni hozir davatqanning tam misoli Safat tafsir. Oyatning mufradatlarini akiladi, avval nasni akilib qo'yadi. Oyatning ixcham ma'nosini akiladi, ahkomlarini chiqaradi. Sura Fatihadan nas qarab mangdi Qur'on tartibi bo'yicha. Bu bir xil uslub. Yana birisi farqli qiladi, yaxtalifu oxir degan yana birisi farqli tafsir qiladi. Ya'ni avval nasni tilga oladi, ondan keyin mufradatlar bilan nasning ijmoliy ma'nosini o'tirini aralashtiradigan ayirmaydi. Bu xil tafsir qildi Alloh va Jalolaynga o'xshash. Yana birisi, uchinchisi degan yana birisi bir masalani o'z ichiga olgan turli oyatlarni birga keladi. Masalan, Qur'onda
Nikah haqidagi butun oyatlar bir yerga keladi. Taloq haqidagi butun oyatlar bir yerga keladi. O'g'rilik haqidagi butun oyatlar bir yerga keladi. Va shu oyatlarni ularning Qur'ondagi tartibiga rioya qilmasdan tafsir qiladi. Masalan, kallasda bir ahkomni chiqarmoqchi, nikoh ahkomini chiqarmoqchi bo'lsa, nikoh munosabatli Qur'onning hamma yerlarida nurg'un oyatlar bo'lib qolsa, hammani aka bilan bir yerga kelib tafsir qilaveradi. U qozi burun keldi, qozi keyin keldi. Chatoq yo'q. Ya'ni bunda mufassirninki ko'ngilliligini tema Qur'ondagi nima emas, tartib emas. Bu xil uslubim bor. Am ba'zida yana dahi mufassir sab o'zining ra'yi bilan kupoylanishi mumkin. Yak ta'sir degan gap kupoylandi, bo'ldi, qildi, to'xtadi degan gap-ku. O'zining fikriga bilan to'xtashi mumkin. Va ba'zida boshqa mufassirlarning fikrini keltirishi va u fikrlarning o'ttirini o'zaro qanday qilishi mumkin, selishtirishi mumkin. Ondan keyin shu fikrlar ichidan eng to'g'ri deb qaraganlarini tanlashi mumkin. Mana bularning hammasi biz mufassirning tariqi uslubi yoki uslub degan gap maqsad qilayotgani bu. Bizning bugungi darsimizning asosiy maqsadi bu. Asolibut tafsir, ya'ni bizning bugungi darsimizning asosiy temasi. Ya'ni qani yana bir qator ixcham tushuntirsam, uslubut tafsir degan tafsir uslubi nima ekan desa, mufassir Qur'onni tafsir qilayotganda qimmoqchi bo'lgan tafsir shakli ekan. Yana sizlarga bir misol olaylik. Tafsir muyassarini ko'rgan bo'g'aytong. Tafsir muyassar qanday tafsir qiladi? Oyatni akab qo'ydi, ixcham ma'nosini bir bat yarim bat bayon qiladi. Jalolayn qanday tafsir qiladi? Oyat kendin tafsir, oyat kendin tafsir, oyat kendin tafsir, oyat tafsir mashtalar ma'noda. Sifat tafsir qanday tafsir qiladi? Bir qism oyatni akab qo'yib, sözlüklerini izahlab, ahkamlarini bayon qilib, sabab nuzulni bayon qilib, oldidagi oyatlar munosabati bayon qilib, an tafsir qiladi. Sizlar qana tafsir qiladi? Bir-birlik oyatlarni akab qo'yadi. Boshqa hech nima bilan chatog'i yo'q. Uning mazmunlarini mushunga o'xshash sanoqdash. Biz bugun ma'ni demakchi. Va la'allahu ba'da hada, ana mushu nimadan keyin, mushu uslubot tafsiri degan gap, ya'ni ittijoh, manhaj, uslub degan 3 atalg'uning o'tiridagi farq oydinlash deb o'ylayman. Ish ashta bo'lsa, tam o'zimizning maqsadiga keldik. Fa inna ma ya'nina huna degani bizga bu yerda muhim bo'lgani, fa inna ma ya'nina huna bu yerda bizga muhim bo'lgani dal 3 atalg'uning ichidagi uslubut tafsirki, tafsirning uslublarini bayon qilish. Bizning maqsad bu savoddoshlar. Bugungi darsning asosiy mazmuni tafsirning uslublari. Endi tafsirda mufassirlarning 4 uslubi bor. Bu 4 uslubdan menga qutlanmaysizlar savoddoshlar. Agar tafsirlarla shug'ullansanglar, doktor bo'lib ketgan taqdiringizda bu 4 uslubdan qutlanmaysizlar. Zehningizni biringlar bu 4 uslubga. Buning birinchisi tafsir tahlili. Agar buni qisqacha misol bilan tushuntirsam, Jalolayn buning misoli bo'ladi. Tafsir tahlili. Yoki Sifat tafsir buning misoli bo'lardi. İkincisi tafsir icmali, tafsir muyassar buning misoli bo'lsa bo'ladi. Endi buna deganlik tafsir tahlili faqat tafsir icmali emas, yana birisi emas deganlik emas. Bular o'xshamagan uslub bo'lgan bilan, lekin bularda o'zaro bir nim bor. Munosabatlik bir taraf bor. Munosabat va orasida. Shunga tafsir tahlilida ba'zi vaqtda ijmoliy muttafaq qoladi. Ba'zi vaqtda muqorinlik topilib qoladi, ba'zi mavduiyatlik topilib qoladi. Kirishinglik, lekin cho'ng jihatda ayriladi. Tafsir muqorin, selishtirma tafsir, buning mazmunini kirimiz turib, tafsir mavduiy, tema tafsiri. Qur'onni oyat bo'yicha emas, tema bo'yicha tafsir qilgan tafsir. Qani kelayli birinchidan. Avvalan at-tafsir tahlili. Birinchidan tafsir tahlil. Tahlilli degan gapning o'zi bilan balkim nimani maqsad qilayotganligini tushunamiz savoldoshlar biz. Ya'ni har oyatni tahlil qilish degan gap va huwa al-uslub allazi yatatabba'u fihi al-mufassir. Bu shunday bir uslubki, bu uslubda mufassir oyatlarni Qur'on tartibi bo'yicha iz qo'g'lab mangdi. Yani Surah Fatiha'dan başlaydı, Nas qilib to'xtaydi. Surining ichidagi oyatdami? 1-oyat, 2-oyat, 3-oyatda oyat bo'ylab ma'noda. Mayli
ayetlerden bir bölüklerini aqidin tefsir kılsın, yoki bir bütün sürünü tefsir kılsın, yoki Kur'an'ın hemen tefsir kılsın, red tertipki boysunudu. Tahlilinin kaydesi bu. Ve her ayetke münasebetlik şu ayetinin sözlüklerinin ma'nilerini bayan kılıdı. Ve şu ayetteki balagat yollarını bayan kılıdı. Ve şu ayetinin düşüş sebepleri, ehkamlarını, ma'nilerini ve şuna okşagan tarafını bayan kılıdı. Belki Abdur muşik geptin sabatı tapasını nakit kılsı gerek. Del muşik çöncege, muşik ta'rifatka sabatı tapasını düşüdü mence. Yani bu uslub bir qancha alohidliklar bilan farqlanib tur, alohida farqlanadi. Shu uslublar alohidliklarning birisi bu tafsir uslublarining eng qadimisi. Ham eng ko'p savoddoshlar. Tafsir birinchi paydo bo'lgan vaqtda qana qiladi desanglar, oqa oyatlarni tafsir qiladi. Mufassir u oyatlarning g'ayriga shu oyatlarning ma'nosini bilib bo'lganga qadar o'tib ketmaydi. Masalan bu ahvolni bizga Abdullah ibn Mas'ud bunda bayon qilib berdi deydi. Aramızdan bir kishi 10 oyat o'rgansa, shu 10 oyatning ma'nolarini bilib, amal qilib bo'lganga qadar ulardan o'tib ketmaydi. Demak, oyat tahlil qilib ma'noti degan gap. Yana bir mazmun bor bu haqda. Biz bu mazmunni ilgirki bir darsda o'qiganda qilgan. Abu Abdurrahman as-Salami rahimahulloh deydi. Bizga Qur'on o'qitadigan odamlar so'zlab beradi. Bular nima deydi desa, bular Resulullahdan o'qishni talab qiladigan, Resulullahda o'qiydi. Bular 10 oyat o'rgansa, shu 10 oyatki amal qilganga qadar o'tib ketmaydi. Bular deydi, qala haddasananki maf'ulun bihi mayada. Bular deydi, biz deydi, Qur'onni va amalni o'rtaq o'rganing. Demak, nima bo'lsa sahobalarmi oyat tahlil qilib degan gap. Ya'ni bu uslub tabiinlar sahobalardan tafsirini dal mushu uslub bilan o'rgangan uslub shu. Demak, eng qadim uslub. Xuddi Mujohid deydi ya, oldin qatim o'tdi bu. Men Qur'onni Ibn Abbasqa 3 qatim Fatihadan xotimasigacha oldida to'g'rilab, oldida o'tkazdim. Ibn Abbasni shu Qur'ondan har oyatni qashdi. To'xtatdim va Ibn Abbasdan shu oyat haqida so'rayman. Mana bu yuqoridagi tasvirlarninki, yuqoridagi bayonlarning hammasi bizga sahobalarning, undan keyingi tabiinlarning, undan keyingi tabiiy tabiinlarning mudavrida asosan umumlashgan tafsir uslubi qaysi ekan? Tafsir tahlili. Har oyat rad tartibi bo'yicha tahlil qilinib tushunilishgan. Mana birinchi uslub. Birinchi uslubning alohidligi. Ikkinchi alohidligi savoddoshlar, va anna hadal uslub, bu uslub tafsirdagi yozilgan asarlardagi eng ko'p uslub va tafsirlarning eng donliq ve en kadim ve hadistiki, kadimki ve hozir zamandaki en muhimleri bu. Bu uslub asası da mesela tefsiri Tabari'ye okşaş, tefsiri Hazim, tefsiri Sa'labi, Vahidi, Begavi, İbn Atiyye, Şevkani, İbn Kesir ve başkalarının hemmesi muşu uslub asası da kanaklanılan, yazılan. Bu bir alahidlik. Üçüncü alahidlik olsa arkadaşlar, bu şekildeki tefsir yazgıcılar, bu xil şekildeki tefsir yazgıcılar kısa bilen uzun keltirişinin oturdu farklandığını ama tefsir tahlili bir tomluk tefsirimi var, en kısa tefsirimi var, 30 tomluk tefsirimi var. Şu Abdurrahman adı bu xil tefsirlerinin içinden bir mücelletli kelgellerimi var. Yani bunda Kur'an-ı Kerim'in tekstinin hemmesi var. Ve qo'shilib tefsir bilan qo'shilib bimujallat aran ve bu xil tefsirning ichidan 30 mujallatdan ortiqroqida kelganlari mavjud. Masalan, Abayatin degan tefsir Tabari taxminan 32 mujallat atrofida. Basmining ahvoli qarab o'xshamaydi emasmi? Bu 3-chi alohidlik savoddoshlar. 4-chi alohidlik bo'lsa, bu uslubda mufassirlarning o'tirisida zilliq nihoyat ro'shan chiqadi. Zilliq degan nima demak? Masalan,
Ahmet Ahun bilan Mehmet Ahun ikki mufassir, ikkilasi tafsir tahlili qilgan bo'lsa, selishtirmoq oson demakchi. Shuna tafsirisini kelsak, ma'lum tafsir oyat bo'ylab mangandan keyin, ma'lum oyat bo'ylab mangandan keyin ikkisini shundan ham selishtirsak, udullar ma'ninki chiqib qolg'ayya va ani chiqib qolg'ayya naqlam chiqadi. Ya'ni ittijah nuqtasidan va manhaj nuqtasidan nihoyatda ro'shan oshkor bo'ldi. Bularning ichida tafsirida tafsir bil ma'surni shart qilib ching tutib manganlari bor. Tafsir bil ma'sur haqida biz keyingi darslarimizda to'xtalamiz. Hozir ortiq to'xtalmayman. Ilgari darslarimda men bu haqida ozroq tushundirish bergan sizlarga. Qayta tarjima qilay. Bularning ichida tafsirida tafsir bil ma'surni ching tutgan va salaf imomlardan naql qilishni ching tutgan ve ehli sünnet ve cemaatning manhajini ching tutgan, shart iltizamadigan shart qilgan ching tutganlari var. Ve bularning ichidan boshqa mazhabning manhajlarini tutib manganlarimiz ham bor. Ve bularning ichidan o'ziga biroz kengir yo'l tutganlari. Shuning bilan tarixga kengaygan, qissaga kengaygan, isroiliyatga kengaygan bundalar var. Ve mufassirlar ichidan balog'atga ko'ngil bo'lgan bularning ichidan bayan yollarına ko'ngil bo'lganlari var ve bu xil mufassirlar ichidan ahkam oyatlar haqida nihoyatda kengayganlari var ve bu xil mufassirlar ichidan koinotga munosabatlik oyatlarga ko'ngil bo'lgan, ilmiy tafsirga ko'ngil bo'lganlari var. Va yana bularning ichidan grammatikalik masalalarda kengri so'zlagan bundalar var. Bularning ichidan ilmi kalom haqida kengri so'zlagan felsefe ve supa atalgıları hakkı. Demek, savaktaşlar bir xulosalab beraymi? Tefsir tahlilida yazılmagan tefsir yok. Supaning tefsirisi var, Şii'nin var, yeni birisinin var, Nahvi, Balağat. Çıkıp bütün tefsirler tefsir tahlilida yazılmay qalmaqlıq demekçi. Yani acayip kengri umumlaşıqlıq demekçi. Yani bu xildagi tefsir ve hadal lavn min at-tefsir, tefsirning bu şekli, bu xilisi gerçi bir qancha manhajlarning o'tirini bir yerga to'plasimi, lekin tafsir tahlili deb atiladi. Chunki bu allazi. Chunki oyatning birligini asos qiladigan, har bir oyatni birdan tafsir qilmagan bo'lg'achqa, gerçi bu qo'llangan usulda xil bo'lsin, ammo tafsir tahlilida, lekin tafsir tahlili deb atiladi. Masalan, bu oyatning tafsir tabariyni tafsir tahlilining qatoriga tiqib emasmi? Tafsir tabariyni tafsir tahlili deganda boshqa yana bir atalg'u belgili bo'ldi uningga. Masalan, tafsir muqorin degili bo'ldi. Masalan, demak o'zar kirishib ketganlik, lekin ko'p buningdagi rang, ko'p uslub tafsir nima? Tahlili. Mencha buni biroz tushunib o'tdik. Ikkinchi tafsir, ikkinchi uslub, biz bilgan 4 uslub emasmi so'zlaydiganimiz? Birinchi uslub tafsir tahlili bo'ldi. Ikkinchi uslub bo'lsa tafsir icmali. Bu ismidillam chiqib turibdi savaqdoshlar. Ya'ni ixcham tafsir degan gapda. Ixcham tafsir. Gapni bir yig'iblam dana deymiz odatda normalda. Biz bir odam gapni yamancha javob qilsa, ukamma gapni yig'iblam bir qiz Pokda bir gap qilaman, gapingizni tam tushunolmay qoldim, anglayolmay qoldim deb qo'ymiz ya ba'zi. Ya'ni gapni yig'ish, xulosalash degan ma'noda. Mushadlam shuni olsanglar bo'ladi. Bu uslub shunday uslubki, bu uslubda mufassir Qur'on oyatlariga mushaf tartibi bo'yicha qana qiladi keladi. Ya'ni buningdimi sura Fatihani nasga qarab va har suraning ichidagi oyatlar 1-2, 3, 4 oyat tartibi bo'yicha ma'noda cümlelerin, şu ayetlerdeki cümlelerin ma'nolarini, cümleler nişanlagan maksatlarını izqo'g'lab turib bayon qiladi. Buna degani ayet tahlil qilmaydi. Balki oyatni yig'iblam, oyatdagi maqsad bu deb tafsir qiladi. Oyatdagi maqsad ihtinos siratal mustaqimda tafsir tahlilida, masalan, men sizlarga Uyg'urcha tarjima shaklida tushuntirsam, Allah bizni to'g'ri yo'lga yetaklaslar. Tafsir tahliliningki shakli bu bo'lsa, Mavla Allah bizdan har doim to'g'ri yo'lni surishimizni talab qiladi deb bunda ijmoliy shaklda mazmunni yig'ib bilan bayon qiladi masalan. Va ashuni o'z so'zidan, o'z mufassir o'zining so'zidan bo'lgan iboratlar bilan shaklga keltiradi. Nimishqa uni tushunish qulay bo'lsin, maqsadlar oydinlashsin uchun meyli o'quvchiga yoki anglag'uchiga. Ya'ni bu xil tafsir savaqdoshlar, mushu kimlarga bek to'g'ri keladi bu tafsir?
avam xalqqa favqulodda to'g'ri. Avam xalqqa oyatni oyatan bizdan qismini qalbingiz ilishib qoladi. Bunday avam xalq qo'yib Allah bu oyatda manda dedi. Xulosalar apasak bo'ladi. Çok güzel chiqadi. Mandaqcha aytgan vaqtda bir iborat muhra deganga boshqa bir shaklda deb baqsaq bu gapni tafsir ijmoli degan nima desa, tafsir ijmoli deganimiz mufassir Qur'onninki sura tizilish zanjirsimon holatiga amal qiladi. Lekin surani oyatlarning bir qancha to'plamga taqsim qiladi. Va har to'plamni, shu to'plamning ma'nosini qisqacha maqsadni oshkorlagan, ma'nilarini izohlagan, nishonlarini o'rtaga qo'ygan holda tafsir qiladi. Sura Fatiha kelsa, Sura Fatihani jami hamdu sana olamlarning Robbi bo'lgan Alloh xosdir, u Alloh Rahman emas. Balki gapni xulosalab qana qiladi desanglar, Allah bu Sura Fatihaninki 5dagi 3 oyatda bizni o'ziga hamd aytishga, o'zining asmo sifatlarini tilga olishga, qiyomat ahvolini eslashga buyuruydi. Undan keyin tavhid, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Bundan keyin to'g'ri yo'l tanlab bunday shaklda tafsir qiladi. Va oyatlarning alfozlarining ba'zisini nas bilan tafsir o'tiridan bog'liqchilik pat tafsir o'tiriga gapdan birini oyatning ichidagi gapdan birini qisirib qo'ydi-da. Shu lafzini Qur'on alfozlaridan bir so'zni pat akeldirib qo'ydi. Nimishqa o'quvchi yoki anglag'uchiga shuni bildirish uchunki bu mufassir o'zining tafsirida Qur'on siyoqidan yiroqlab ketmadi va Qur'on alfoz iboratlarini tashlab qo'ymadi va nasdin o'zining tafsirida bo'lgan ya'ni bildirib qo'yish degandek maqsadlar tufayli pat tafsir qilib ketaverdi. Oyatlarning bir so'zini olib qo'yadi, oyatlarning bir jumlani akab qo'yadi, ammo umuman xulosa bir shaklda qana qiladi, tafsir qiladi. Anda birdan tafsir qilmaydi. Xulosalab turib tafsir qiladi. Endi buni yana texmo izohlash uchun, zaten tafsirda ijmol degan nima degan izohlash uchun abturib texmo kuchab davatidi. Tafsir ijmoli ma'naviy tarjimaga bakroq o'xshaydi. Ma'naviy tarjima degan nima sadoqdoshlar? Muhammad Solih Damollamninki Qur'onni qilgan tarjimasi ma'naviy tarjima bo'ladi. Yalaqi pat bir tarjimalar chiqdi, masalan, sura 30-paraning tafsiri. Mushlar asosan bu ma'naviy tarjimada tarjimon alfozlarga bak chin eslolmaydi, faqat umumiy ma'noni bayon qilish maqsad qiladi. Shu umum ma'noga zarurat talab qilgan mazmunlarni qo'sh, masalan, sabab nuzul, qissa va shunga o'xshagan bir tarjimaga o'xshaydi. Tafsir ijmoli. Asosliq tafsir ijmolini avam uchun so'zlaydigan gap isonda bo'lsin. Shunga Abdurrahmon davotidi, bu xildagi tafsir ko'p hollarda kimga qo'llanadi desanglar, radioda, televiziyada so'zlaydiganlar qo'llanadi. Nimishqa bu tafsirninki avomin nasning idrokatiga uyg'un kelganligi va avomin nasning tushunchasidan yuqori masalalarga, tadqiqotlarga kirmaganligi uchun. Ondan boshqa bu tafsir yana tilovat lintilarininki ba'zisiga izohlama muqaddimasi sifatida qo'llanildi. Nimishqa anglag'uchiga tuvanda tilovat qilinadigan Qur'oni Karim nassini tushunish qulay bo'lsin uchun umumiy fikr berishga shu oldi bilan bunda bir oyatni ixcham mazmunni, masalan, balki aranglarda Misr to'g'onlarida Qur'oni Karimda bir radio usulida bir qari bir tilovatni qilishning oldida navbatda falon suraninki manchinchi oyatidan manchinchi oyatiga tilovat qilamiz. Buning mazmuni bu oyatda Alloh subhanahu va taolo manda deydi deb o'tib ketadi. Mushuning o'zi tafsir ijmoli bo'ladi. Yoki bugunlari Istanbulda Anqaradan taqiqlayotgan bir radio va Qur'on Karim radiosida shularni tilovat qo'ydi. Tilovatning oldida yoki keyinida qilingan tilovatning mazmunini ixcham bir shaklda anglatadi. Buning o'zimi ham tafsir nim bo'ladi, ijmoli bo'ladi sadoqdoshlar. Endi mushkil xil yozilgan tafsir bormi zoti desa, tafsirning ichidan bu xil uslub bilan yozilgan asarlarning misollaridan birisi tafsir Kalamul Mannan
Abdurrahman Sa'di'ninki bu bizning tilimizda tafsir Sa'di deb deymiz ya, shu tafsir. İkincisi Et-Teysir fi Ahadis tafsir Muhammad al-Makki an-Nasri'ninki. Üçüncüsü Mahmud Shaltut'ninki avval 10 parının tafsiri. Ondan başqa tafsirlar nayeti köp bu xil şekilde qılınğan tafsirlar. Bu ikinci xil uslub savoqdaşlar. Üçüncü xil uslubga kelsek, tafsir muqarin, seliştirma tafsiri. İsmidullah chiqib turibdi ya, selishtirma degan gap cho'qim bir narsaga selishtiradi. Sizlarchi nimaga selishtiradi? O'ylab baqsangiz bo'ladi-da. Bu tafsir va huvallazi bu xil uslub, mufassir bu uslubda bir oyat yoki bir qancha oyatga keladi va shu oyatning temisi atrofidagi butun naslarni to'playdi. Nas degan ayet mi nes, hadis mi nese, meyli o Kur'an nesleri olsun, yani ayet olsun, ya ki Peygamber Aleyhisselam'a ait nesler, yani hadisler olsun, ya ki sahabelerinin gepleri olsun, ya ki tabi'inlerin gepleri olsun, ya ki müfessirlerin gepleri olsun, hatta samavi dininin kitapları, Tevrat, İncil'in geplerini hatta. Ve muşu neslerinin oturunu seliştirirdi, fikirler oturunu tanfumlaştırırdı, delillerge köz yugurturdu, küçlükni bayan kılırdı ve acizni kana kılırdı, pastga tushirdi yoki yiqitdi. Yani mesela Qur'ondagi iqtisod desa, avval temini to'xtatib oladi. Iqtisod da bir temini to'xtatib olib, Qur'ondagi iqtisodga munosabatli butun oyat va butun hadis va butun sahobaning so'zini yig'ib, shuni tafsir qilib chiqdi, shu bir tem bilan bir kitob bitadi. Ko'pincha vaqtda bunda tafsirlar 30 par qilinmaydi. Tem bo'ylab mesela el-mer'atu fil Qur'an. Qur'ondagi nima? Ayollar masalasi. Ayollar to'g'riliq qanchalik masala bor? Hammani yig'adi. Hadislardagi masala hammani yig'adi. El-jihad fil Qur'an. Jihad to'g'riliq butun mazmunlarni yig'adi. Qur'onni yig'adi, hadisni yig'adi, selishtiradi, qas kuchli, qas ojiz o'tirib chiqadigan gap. Bu orqali bu yerda shu o'rniga chiqadiki, bu uslubning sohasi nihoyat kengre, maydonlari intayin uchuq ve bu uslubninki selishtirishning bir qancha yo'llari. Bayat deganing selishtirishga yaman chiqsa vaqtlar. Masalan, birincisi Qur'on nassi bilan yana bir Qur'on nassini qanday qilib selishtiradi. Bir mazmun to'g'ri ikki oyat var. Buni selishtirib bilan kuchlantiradi. Yoki ikki oyat var, qarmoqqa ikkisi bir-biriga nima zid. Mushu masalani hal qiladi. Masalan, mushu turning qatoridan ta'vil mushkil Qur'onda bir modda bor. Bu nima desanglar, Qur'ondagi mushkil degan lug'at ma'noda zid degan gapchu. Qur'ondagi zidda ko'ringan oyatlarning tafsirida bir tafsir yoziladi. Mushu tafsir muqorin. Bu haqda yozilgan asarlar nihoyat ko'p. To'g'ridan kirib qarang Google'dan. Ta'vil mushkilal Qur'on sanamı chiqadi, ta'vil mushkilal ahadis sanamı chiqadi. Hadisdagi bir-biriga qarshi shakldagi hadislarning kitoblari va Qur'ondagi bir-biriga qarshi ko'rinadigan oyatlarningki izohat haqidagi mazmunlar bu mu tafsir nima hisoblanadi, muqorin hisoblanadi. Ani bu yerdagi ba'zida selishtirish Qur'onning ikki nas o'ttirida bo'lsa, ya'ni ikki nasning biri onunla yetib baramaydigan ma'noni o'rtaga chiqarishdi. Bu qanday gap endi bu desanglar, Qur'onda ba'zi mazmunlar bir qismi Sura Baqarada, bir qismi Sura Tahada, yana bir qismi Sura Al-Imronda bayon qilingan ahvollarchu. Birlam oyatni olsak mazmun kam bo'ladi. Sura Baqaradagi oyatning keyniga Al-Imrondagi oyatni, Nisodagi oyatni, Tahadagi oyatni akilib, daha ulusak shaqqidagi mazmun bir-birini to'liqlab, mukammal bir mazmun o'rtaga chiqadi. Bunda shaklda nima bo'ladi? Chunki o ikki oyatning biri yana birini to'liqlaydi. Mana ahvol bor. Ba'zida ikki nasning o'tirisidagi iborat farqlanadi. Bir oyat qisqa, bir oyat uzun, bir oyat ixcham, bir oyat tafsili bayon qilingan, yana bir oyat am, yana bir oyat xos. Bunda yerda oyatlarni akab bilan bir-birisi bilan mazmunni mukammallashtirib to'liqlaydi. Mushning o'zi tafsir muqarram bo'ladi. Hatto ba'zida o'sha ahvol Qur'onning qissi tarafdan nayt ro'shan oshkor bo'ldi. Qanday desanglar, ya'ni bir qismning Qur'ondagi bir qismning naslarining hammani bir yerga to'plash qismning mukammalligiga olib boradi, hadislarning o'zaro bog'lanishiga olib boradi. Masalan, Musa alayhisalom desa, Musa alayhisalomning qissasi Sura Baqarada tilga olinadi.
Başka ayetlerden Ali İmran'dan tilga alındı. Başka ayetlerden mi var? Bir değil okup kelse Kur'an'ı bağlamak ters ama Musa Aleyhisselam ona söyle bütün ayetlerini şuna kısıgandan kilam asli mesele yetmeyken de mavakalik manın keyinde mavakalik manın aldı dikende de kısa mükemmelleşiyor. Ondan başka fadlandığını ondan başka müfessir sebep-i nuzullarını yakınlap çıkaralaydı ve iki ifadının oturusundaki okşamaslık onun cəhətində olan hikmet sırlarını bayqıyalaydı. İşte uslub oturudaki zıtlık onun cəhətində olan hikmet sırlarını ve mesela işte uslubun birisi bir lafzı bilen, yeni bir lafzı bilen, okşamagan siğ bilen kəlgən, okşamagan uslub oturusundaki zıtlık kəlgən sebep, maksat hikmetlerini bayqıyalaydı. Bu cəhətdə mən en beğengen tefsir, mən en yaxşı görüdüğüm bu noktada Qayl olan tefsirinden birisi, tefsiri Şa'ravi, Kur'an'daki bir harf artıq qalğan iki ayetten mi başka məna oldu. Hatta Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahman-Rahim, Surah Fatiha'daki Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahman-Rahim'deki Er-Rahman-Rahim bilen ikisi məna cəhətdə oxşamayı tep aradımdı. Nimişqa? Çünkü Bismillah Surah Fatiha'nın içinde bir ayet. Bir ayette anda oxşaş gapning ikisi olmaydı. Şa'ravining nazarida Qur'onda tekrar yok deydi. İkkiye keldi degan gap bir gap. Çoqum keynidagi bilan oldidigining ma'nosi o'xshamaslik var. Deb Bismillah'daki Er-Rahman-Rahim bilan Surah'daki Er-Rahman-Rahim'dan farq qiladi. Bunlar hammasi tafsir muqarrinninki bir tarafi. Bu birinci alayidlik tarafi. Yani birinci seliştiriş. İkinci seliştiriş nerede bulundu desanglar Kur'an nesli bilen Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinin arasında bulundu. Bilimiz Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri madem sahihden bulunurken Kur'an nesli bilen ittifak kılıyordu biz dikemeydi. Ya ki sırtkı görünüşü karşı görünüyordu. Biz düşünemeyeldiğimiz için ayetlerin hadis karşıdek bir ehval oldu. Ama ulemalar del aşı meselelerin hemmini qanday eserlerde desanglar Müşkelül Kur'an, Müşkelül Hadis namlıq eserlerde qanday qılgan, bahs qılgan. Eğer lazım bo'lib qalsa şu atalık bilan, şu söz bilan izlesanglar bo'ladi. Kur'an bilan Kur'an zittek bo'lib qolgan oyatlarni bahs qiladigan kitoblar Müşkelül Kur'an, hadislarni hadis degan Kur'an zittek ko'ringan oyat hadislarni tafsir qiladigan kitoblarning ismi Müşkelül nima hadis bo'ladi. Bu ikkinchi xil seliştirish. Üçüncü xil seliştirişten sonra arkadaşlar, bazı seliştiriş Kur'an nesli bilen Tevrat yoki İncil'deki nes oturdu buludu. Kur'an nesli bilen Tevrat'taki nes yoki İncil'deki nes oturdu buludu. Kur'an'ın fezlini ortaya çıkarış için ve alahidilikini, ilgili kitaplarının hepsi hükümranlık kıldığalıkını ortaya çıkarış için ve Tevrat İncil'lardaki özgərtiş, almashtırış yollarını etiş için ixtilaf chiqib qolgan yerda Qur'onning ma'nosini oydinlashtirish va ba'zi ma'noni ro'shanlashtirish, Qur'on qissasi o'z ichiga olgan ba'zi ko'rinishlarni, ya'ni Qur'on bilan ilgili kitoblar o'tirsa ittifoq kelgan yerda to'liqlash. Masalan, Qur'oni Karimda ba'zi payg'ambarlarning qissasi ma'lum yaxshi bayon qilib to'xtab qoladi. Agar muvofiq shaklda bo'lsa, Tavrat, Injillarda balki oyog'i yoki oldi bor. Ana mushu uslub bo'yicha yozilgan asarlar nihoyat ko'p. Buning ko'pinchisi yangi. Masalan, Qur'on Karim, Tavrat, Injil va Ilm degan kitoblar Morris Bucayni. Morris Bucayni balki bilasizlar, fransiyalik doktor, dangliq doktor. Bu doktor shu Fir'avnning jasadini tadqiq qilish jarayonida musulmon bo'lgan, o'z vaqtida taqvo bir xristian muxlisi musulmon bo'lgandan keyin Qur'oni Karimni, Tavratni, Injilni va ilm fanni selishtirib, Tavrat bilan Injilning ilm fan bilan bo'lgan nimasi maslashchilik tarifi, Qur'oni Karimninki ilm fan bilan bo'lgan masal nuqtalarini bak oydinlashtirib go'zal yozilgan kitob ko'p baqsanlar bo'ladi. Asli fransuz, musulmon bo'lgandan keyin Jamiya Islomiyada deyman, 10 yildak o'qib, men Qur'onni o'zim tushunaman deb, keyin shu diniy sohaga o'tgan kishining birisi ko'p baqsanlar bo'ladi. Ondan başka Ustaz İbrahim Halil'ninki Muhammed fi Tevrat ve İncil ve Kur'an degan kitaplar hammasi Kur'an bilan ahli kitaplar, samaviy kitaplarni o'tirib seliştirish orqali Qur'onning fazilatini, alohidliklarini o'rtaga chiqarish uchun yozilgan kitaplar. Bu mu? Nimaning tafsiri muqarranning qatoridan bu yerdagi muqarrana
Qur'on bilan samoviy kitoblar o'rtasida bo'ladi. 4-muqorana saboqdoshlar endi mufassirlarning so'zlarining orasida bo'ladi. Ya'ni mufassir bir oyat haqidagi mufassirlarning fikrining hammasini ko'zga yastatli'odanga xabar topadi. Hammasini bir yerga yig'adi. Mayli ularning mazhablari qanchalik farqli bo'lib ketsin, tutgan yo'llari qanchalik ko'p bo'lib ketsin va har so'zning dalillarini, hujjatlarini so'zlaydi, so'zlarni munoqish qiladi, dalillarni tanqid qiladi, ro'y kuchli deb qarag'anlarini kuchlikka chiqaradi, batil deb qarag'anlarini batilga chiqaradi. Bu shaklda bo'ladi. Tafsir Tabariyda bu to'shaq ajoyib ko'p bunda ahvollar ko'zanlan bo'ladi. O'ylaymanki, mushu yo'lda mangan eng qadimiy mufassirlarning birisi İmam Tabari'ninki mufassirlarning imomi bo'lgan Tabari rahimahullah. Ya'ni her oyatdagi tafsir ahlining so'zlarini tilga elib mangan, ondan keyin her sözning dalillarini tilga oladi, o'tirini solishtiradi, uning birini tarjih qiladi va ojiz deb qaraganlarini ojizga chiqaradi. Mana dedim ya, tafsir Tabari'da bu solishtirish ahvoli intayin güzel. Tafsir Tabari'den eğer bir para olsun ko'rsangiz, ondan keyin haqiqiy islom dunyosining avvalgi vaqtidan ta hozirga qadar mufassirlarning hammasininki umumiy liniyasini asli tafsir kimlardan kelgan, kimlarga bog'landi, buni biroz qanaqa qilishlar tushunisizlar. Tafsir uslublari 4 uslubdi. Biz yuqorida 3 uslubni so'zlab o'tdik. Tafsir tahliliy uslubini, onda ikkinchi uslub icmali uslubni so'zlab o'tdik. Üçüncü uslubda hozir so'zlab o'tgan muqorin shaklidagi tafsirni ko'rib o'tdik. Yana bir gapni deb qo'yay, tafsir muqorin Qur'on bilan Qur'on solishtiradi demasmi? Mushu xildagi tafsirninki eng yaxshisini topmoqchi bo'lsanglar, Shinqitiyninki Advoul Bayon degan tafsiri mush yaqin yozilganda 60-70 yil atrofida bo'ldi deyman. Oyatlarni bir yerga akilib solishtirib tafsir qilishda eng go'zal tafsir hisoblanadi. Buni ko'rib baxsanglar bo'ladi. Andiki va tafsir mavzui biroz mazmun jihatda keng ro'g'achqa menchi bilganim o'sha yerda to'xtaydi inshaalloh. Kelasi darsimizda tafsir mavzuini o'qiylik inshaalloh. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. So'raydigan savollar qolsa, men bir 5 minut atrofida sizlarni saqlayman.